O'zi dinozavrmikan u? Yoki hibonazor bo'ldi, bolalar, menimcha bas qilishim kerak. Menimcha bas qilishim kerakligini ko'nglim sezyapti, qalbim sezyapti. Bu qulf. Men kalit topishim kerak. Yaqin atrofda bo'lishi mumkin. Qayerda ekan kalit? Mana tirikku. Help me. Iltimos, menga yordam bering. Shoshmang. Quiet. Sokin bo'ling. I think it's here. Menimcha u shu yerda. Oh God. Xudoyo. Kalit palting yo'g'ini o'zing bilan? Hol. Uni ichiga tortib ketdi. Hol. Mana kalta. Aha, bo'ldi. Kalt bor bolalar. Dalshi bizlar utalamiz menimcha. Ishchilar xonasi kalti bizda bor ekan. Dinozavrni o'ldirar ekanmizmi? Dinozavrda. Kalit ishlatding dedi. Qani dinozavr. Dinozavr, kompyuter. Nimadan qo'shiq eshitilyapti? Kompyuterdan bu nima? Attendance log. James, Max ichkarida, Sally ichkarida, Josh tashqarida. Kimnidir otasi katta ish bo'lyapti bugun. Kompyuter yonib, vahima payti yonib qolib ketgan deymi? Da, vahima payti kompyuter televizordan ovoz eshitilyapti. Mana eshikka kiralamanmi? Da, kiralaman. Bolalar. Ja sabrim yetmayapti lekin o dinozavrni basharasini ko'rishga. Dinozavr kan nima uchun menga o'yinda boshida shiftni bosma dedi? Meni eshitsang o'ldirasanmi? Qancha men uni o'ldirishga kelgan bo'lsam, qancha tezroq u bilan uchrashishim ma'qul bo'lmaydimi? To'g'rimi? Lekin baribir astayveraman, baribir risk qilmagan bo'laydim bolalar. Bu pavilyon juda yaxshi tuzoq qo'yishga, ya'ni xo'rak qo'yish uchun juda yaxshi joyga o'xshab tuyulyapti. Senda xo'rak bormi aka? Bu xo'rak kerak emas, u shuncha go'sht nimalar bo'lyapti. Bu xo'rakning boshiga ko'rami? Mayli, lekin xo'rak qo'yamiz. Go'sht qo'y deydi. Bu. Men eshtyapman. Berkin. Berkindimmi? Nima kelayotgan bu yerga? Atrofni qizarib ketdi. Orqamdan kim